Do'stlar, yoz kelib, sezon boshlanib, shunaqa chotki, chiroyli ish qiladigan ustalar topolmayapsizlarmi? Unda biz sizlarga xizmatlarimizni sizlarga taklif qilamiz. Andijon bo'ylab va Namanganda, Uchqo'rg'on, Noringa borib xizmat qilib beramiz. Mana ko'rayotganinglarda ishlarga ham bir baho berib qo'yasizlar. O'ta go'zal, tekis, konkret qilib beramiz. Hamma instrumentlar bilan kelib xizmat qilib beramiz aziz obunachilar. Bu kubasiga ham, metrga ham qo'yaveramiz. Hamma kimdir metrga qo'yib, kimdir kubaga qo'ymaydi. Biz unaqa emas. Kubasiga 350 ming, metrga 140 ming so'mdan xudo xohlasa beton fundamentlari quyib chiroyli ishlar bitib beramiz. Bundan tashqari faqat fundament emas, misol fundamentdan keyin reshetap, sisma, kolonna, tom va shuvoq, skachka shunaqa korobka holatigacha bo'lgan xizmatlar bemalol chiroyli qilib beramiz. Bu narsada shuvog'i-yu hamma narsalariga, misol skachka, sisma, kolonnalar hammasiga instrumentlarimiz bor. Xudo xohlasa o'zimiz instrumentlar bilan kelib xizmat qilib beramiz aziz qadrdonlar. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bizni kuzatib boringlar. Bu videoda qurilishga moslashib bo'lgan usta qidirib yurgan akalarga tanishib ko'rasizlar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.